Shahzod Gold 3,5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz, like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Shahzod Gold 3,5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Sportchiga xos intizom va mas'uliyat namunalarini ko'rsatish o'rniga arzimas sabab bilan janjal chiqarib, jabrlanuvchilarga nisbatan jismoniy kuch ishlatilgani sodir etilgan jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini yanada oshirishi sud ishida alohida ta'kidlangan. Toshkent shahar sudi kassatsiya instansiyasi hukmi bilan jamoatchilikka Shahzod Gold nomi bilan tanish Sh.Uzoqovga tayinlangan ozodlikdan cheklash jazosi ozodlikdan mahrum qilish jazosiga o'zgartirilgani ijtimoiy tarmoqlarda turli talqinlar bilan muhokama qilinmoqda. Toshkent shahar sudlari mazkur holat bo'yicha rasmiy bayonot berdi. Bayonotga ko'ra, jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudining hukmi bilan Sh.Uzoqov 1999-yilda Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan va N. Qo'ldashev 2000-yilda Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan. Bezorilik jinoyati Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismining tegishli bandlari jinoyat sodir etishda aybdor deb topilib, 2025-yil 7-noyabrda ularga 3,5 yildan 4 yilgacha bo'lgan ozodlikdan muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. Tasdig'ini topgan ayblovga ko'ra, sudlanuvchilar yo'l talashish ortidan ishda jabrlanuvchi deb topilgan fuqaro bilan janjallashib, kuch ishlatishadi. Shuningdek, ularni ajratishga uringan yana bir fuqaroga ham qo'l ko'tarib, har ikkisiga tan jarohati yetkazadi va voqea joyidan yashirinadi. Ayni paytda jarayonning jabrlanuvchining qimmatbaho uyali telefon apparatiga ham shikast yetkazilgan. Sudlov hay'ati birinchi instansiya sudi tomonidan Sh.Uzoqovning harakati Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi A-G bandlari, N. Qo'ldashevning harakati shu moddaning 3-qismi G bandi bilan to'g'ri klassifikatsiya qilingan deb topildi. Biroq tayinlangan jazo turi bo'yicha hukm bilan kelishmadi. Sudlov hay'ati Sh.Uzoqov muqaddam 2 marta, N. Qo'ldashev 1 marta xuddi shu toifadagi jinoyat sodir etgani uchun javobgarlikka tortilganiga e'tibor qaratib, birinchi instansiya sudi tomonidan ushbu turdagi jinoyat xarakteri va jamoat uchun xavflilik darajasi yetarlicha inobatga olinmasdan asossiz ravishda ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan degan xulosaga keldi. Sudlov hay'atiga ko'ra, sudlanuvchilarning shaxsi va ular tomonidan sodir etilgan qilmishning xususiyatiga alohida e'tibor talab etadi. Ya'ni kim sudlanuvchilar professional tarzda aralash jang san'ati (MMA) bilan shug'ullanuvchi, maxsus jismoniy tayyorgarlikka va jang mahoratiga ega. Shundan kelib chiqib, sudlov hay'ati bunday shaxslar oddiy fuqarolarga nisbatan jismoniy ustunlikka ega bo'lib, o'z kuch va imkoniyatlaridan faqat qonun doirasida, sport qoidalari asosida foydalanishi lozim ekaniga e'tibor qaratdi. Sportchiga xos intizom va mas'uliyat namunalarini ko'rsatish o'rniga arzimas sabab bilan janjal chiqarib, jabrlanuvchilarga nisbatan jismoniy kuch ishlatilgani sodir etgan jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini yanada oshirishi sud hujjatida alohida ta'kid etiladi. Jinoyat kodeksining 8-moddasiga ko'ra, jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan qo'llaniladigan jazo yoki boshqa huquqiy ta'sir chorasi odilona bo'lishi, ya'ni jinoyatning yengil og'irligiga, aybning hamda shaxsning ijtimoiy xavflilik darajasiga muvofiq kelishi shart, deyiladi bayonotda. Shu va shu kabi qator asoslarga ko'ra, sudlov hay'ati tomonidan birinchi instansiya sudi hukmi bekor qilinib, sudlanuvchilarga nisbatan 3,5 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi va ular sud zalidan qamoqqa olindi. Sudlanuvchilarning qamoqda bo'lgan davri va o'talgan ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan jazodan chegirib tashlanishi hukmda alohida belgilandi. Ta'kidlashicha, ushbu bayonot axborot xarakterida bo'lib, jinoyat ishi yuzasidan Toshkent shahar sudining yakuniy xulosasi hisoblanmaydi.